Diqqat! Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat sabab O'zbekiston aeroportlaridan ayrim reyslar vaqtincha to'xtatildi. Uzbekistan Airports xabariga ko'ra, bir nechta davlatlarga parvozlar vaqtincha bekor qilindi. Bu davlatlar orasida Saudiya Arabistoni, BAA, Qatar va Eron yo'nalishlari ham bor. Hozircha ushbu cheklov qachongacha davom etishi aniq emas. Mutaxassislar aytishicha, mintaqadagi vaziyat hanuz keskinligicha qolmoqda. Amerika zarbasidan so'ng Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat yana keskinlashdi. Natijada mintaqada neft tashiydigan kemalar harakati jiddiy izdan chiqdi. Hozir taxminan 200 ga yaqin kema dengizda harakat qila olmay turib qolgan. Bu holat Yaqin Sharqdan neft va gaz yetkazib berishga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bir konteyner kemasiga snaryad tekkanidan so'ng ekipaj kemani tark etishga majbur bo'lgan. Qatar ayrim gaz obyektlariga hujumlardan so'ng gaz ishlab chiqarishni vaqtincha to'xtatdi. Bu inqiroz sabab neft narxlari o'zgarib, dunyo energiya bozorida xavotir kuchaydi.